Assalamu alaykum, qanday yaxshimi, Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun sizlarga yenilam bu bir bo'linda o'shaning bilan ko'rganinglar bu kiyimning buya faqat chiqmadi, mana yoqlari. Men bu qizimningki kiyim edi, chiqmadi. Andan keyin bu qizimning kiyimiga yana mevaning dog'lari nima qilib ketibdi, chiqmadi. Buni eng oson usulda chiqarmoqchi. Oldi bilan men mush eg'izida bir eg'izni to'kima. Bu kirib bo'lgan yerlarga. Ko'rdinglar mana. Mana shunda to'kdim. Endi men buning ustiga qaynoq suv to'kima. Qaynayotgan qaynoq suv bo'lishi kerak. Buni qaynoq suvni cho'kashga qo'yamiz. 10 minut saqlatdim. Saqlagandan keyin qo'limizni yuvsak bo'ldi. Kiralg'u olsak bo'ldi. Men kiralg'u ataman. 10 minut saqlaylik. Suvni cho'qim cho'kashga qo'yishinglar kerak. Cho'kish kerak. Bu kiyimning rangini o'ngdirmaydi, hech qanday qilmaydi. Ham shunchalik pokiz kiyimlarni yeng'algan pet qiladi, shunchalik poqiriq chiroyli qiladi. Men 3 yildan beri ishlatyapman. Haqiqatan bek yaxshi, mamnun. Hech qanday bir ziyonsiz çamaşır suyu bu ishlatganini anladim. Bunun puruqim bir nima emas. Bek yaxshi. Çoxum qo'linglar ko'rmaydi, holatga qilsanglar bo'ladi. Mana hozir ko'rdinglar, mana boyamqiniki holi qanday, hozirgina holi qanday ko'rdinglar qachon. Buni sizlar qo'linglarni yuvsanglar bo'ladi. Suv qo'linglar ko'rmaydi, holatda bo'z qo'linglarni yuvib chiqarib bo'ladi. Bo'lmasa boshqa oq kiyimlar bilan kiralg'uga olsanglar bo'ladi. Men buni kiralg'umga otdim. Kiralg'umga oq kiyimlar bilan billa qilma. Maki balamning, qizimning kiyimidagi mevaga qarab boqay. Mana yo'q. Chiqib ketibdi. Mana men chiqaramagandim. Nimalarni qilib yaxshi chiqibdi. Shalatda qo'l ko'ymidagi holatda bo'lsa bo'ldi. Bir onlayni chiqib bo'lgandan keyin kiralg'umga otdim. Yana bir narsa deb qo'yim keldi. Bu sopunni faqat kiyim bilan ishlatmasanglar bo'ldi. Qo'shqonlar bilan chatolni paqirtish uchun ishlatsanlar bo'ldi. Og'izda bir eg'iz qo'yib qaynoq suv to'kib yetsanglar bo'ldi ustiga. Andan keyin buni yana nimaga ishlatalasizlar? Rangli kiyimlarga ishlatalasizlar. Andan keyin qozonlar kuyib ketgan bo'lsa, kuyib ketgan qozonni chiqara olasizlar. Tepsiga qaynoq suv yoki qayintiblam to'kib yetsanglar sürtish ketmaydi, sim yo'g'ish tekkidish ketmaydi, shunchalik qulay. Puroqsiz. Andan keyin choyning dig'ini chiqara olasizlar. Choydaliqlarni ichidagi nima deymiz, kirash deydi, kirash uyg'urcha nima deydi, buni bilmadim. Shu kirashlarni tozalashga ishlatildi. Bek yaxshi haqiqatan uni bor. Men buni kiralg'umga beray. Mana bu qo'lim kiyimigidek holatda bo'ldi. Bu ham qoldi, hozir qoldini ko'rdinglar qachon. Mana. Buni perdelarga ishlatsanglar haqiqatan bek yaxshi nimani ko'rishlar perdada. Oq holatda chiqadi. Buni mana suyini saqim bo'ldi. Bu holatda bu ham qoldi, hozir qoldi. Kiralg'umga oq kiyimga berdim. Oq kiyimni. Endi men kiralg'umga aytib sopun qo'ygan nimaga. Sopunimdan biraz normal o'zimizniki qaysi markani ishlatsanlar shuni ishlatsanlar bo'ldi. Qo'ydim. Andan keyin yumishtaja qismiga yumishtajani qo'ydim. Mana. Mana 60 gradus deydi. Buni yo'naltma qilib qizaq yutganmadi. Zaten 3 soat yumayman.
Şunun için ekonomik diyeyim. Pamuklu degende ekilip bunu ben gradusunu böyle aladık. 90'da muymayım, 60 kudulayım. Hanımdan keyin yerden 2 saat o yettim. Sizler 1 saat yusalan buldum. Bunun 2 saat 17 minutqa buldu. Bunu mağuz ettim. Bunu bir ayılıp toxsun andan keyin göreyli. Bizim maşinimiz toxtu diye öçürüp etip men kiyimni alay körüp bakay. Sizlerge sadece şu ikisini sizlerge kösetkenimni video çekkenimni köküsüp koyay. Öyle onlarım. Appak çıktı. Bu kızımның yaqısıdaki dağlarıma çıkıp gitipti mana. Hakikaten bek yaxşı bu sopun tavsiye qilma. Rangli kiyimlergim buldu. Hakikaten bek yaxşı. Bunun başqa nimelerini yakında tanıştırma inşallah. Bu qatim yeni bir narsa dep qo'ygim keldi sizlarga. Bu shunchalik aq chiqdi, hakikaten memnun men bu sopuni ichilishdim. Yeni bir gap. Sizlarning kiralığınlar 7 kilo bo'lsa, sizlar bir yerden men anladım. Yeni anladım. Ortaqlashqim keldi. 7 kilo bo'lsa, bu kiyimning 7 kilo, quruq holatdagi 7 kilo emas, balki ho'l holatdagi 7 kilo ekan. Biz kiyimni kiralıq qanchalik jiq silib kiyimni pakuz yuyanmaydı, kötüremey, söyleyemeyken biz oy quruq bu 7 kilo mekanmaydı o deymiz. Ameliyatda kiyimning yo'l holatda anandaki 7 kilo bo'lsa, buldikin. Bu biz quruq holatni hisoblasak bo'lmaydi ekan. Shunaqa sizlarga o'rtoqlashqim keldi. Ko'donlar mana shunchalik oq chiqdi. İlgirki hali, hozirgi hali ko'donlarga sinab baqsanglar bo'ldi inshaalloh. Yana bu markaning boshqa narsari menda bor, inshaalloh az-az tanıştırmam. Yeni birisi sizlar bu sopunni bunun bilan silib kiralg'u salsanglarmi, lekin boshqa oq kiyimlarni birga solasizlar zaten oq kiyimlarga ta'sir bo'ldi. Uni shunchalik pakiz chiqaradi. İnşallah kanalıma takip abone bo'lib qo'yasizlar. İnşallah yangi mazmunlarni sizlar bilan o'rtoqlashaman.